Hammalarga assalomu Kompot mani yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun biz sizlar bilan ishga chiqamiz. Deb xoli bo'lib ishga chiqmaymiz. Manga aytdiki, uyimni yorni kelib ketgan, senga alohida ish bor dedi. Shuning uchun sizlar uchun men video yoqdim. Nima? Tushunmadim, yer qimillayaptimi? Tushunmadim. Nimaga unaqa bo'lyapti? Rostdan ham yer qimillayotganga o'xshaydi. Tezroq boringlar-chi, mer yoniga nima bo'lyapti? Bo'ldi, to'xtadi. Ha, to'xtadi. Mayli ketdi. Nima deyishyapti? Kimlar gaplashyapti? Men qanchalik xursandman seni ko'rganimdan. Nima qishloqqa gapiryapti merga? Ha, qishloqqa yiqit. Men ham seni ko'rganimdan xursandman. Agar yetsam seni qishloqqa kelding. Nima? Tushunmadim, kim bu? Qishloqqa gigant? Ha, bugun senga bitta o'yinchi yordam beradi. Senga qishloqqa kelish juda ham qiyin bo'ldi. Gigant bo'lganimga lekin tez yetib oldim. To'xtaylik, yoniga boringlar-chi. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Salom. Mana Kompot bugun senga yordam beradi. Nimaga yordam beradi? Salom Kompot, yaxshimisan? Men qishloqqa gigantman. Tanishganimdan xursandman. Qishloqqa gigant, bizning qishloqqa nima qilyapsan? Kompot, просто bizning qishloqqa keldi. Endi mehmonlarga sharoit qilib berarsan bizning qishloqda endi. Men senga ishonib shunday ish etayotgandim. Bilmasam endi qanaqa men sharoit qilib beraman, qanaqa men yordam beraman, bilmasam endi uyga uy qurib berishi kerak balkim. Ha, menga uy qurib berishi kerak. Просто qishloqqa gigantlarda zerikib ketdim. Hamma narsalar katta, uylar katta, aman esa katta. Men уже zerikib ketganman o'sha qishloq gigantda. O'shaning uchun sizlarning kichkina qishloqlarga kelgandim. Katta uy qurib berish kerak menga. Mayli, bilmasam men narsalarni qayerdan olaman, hamma narsalarni men bilan olaman. Bilmasam Kompot, o'zing toparsan endi yordam berarsan bunga. Bilmasam qanaqa gigant qishloq uchun uy qurib beraman. Mayli, yordam berarman senga. Men uy menga yoqib qoldi lekin. Bu esa qo'shnim uyga. Ha, qo'shni uyimi. Men unga bo'lmasa bitta gigantskiy izumrud beraman. Yo'q desa kerak endi, unaqa bo'lmaydi, unaqa o'tmaydi qishloqqa. Nima? Kompot, nima deyapsan? Nimaga meni aytishyapsan? Men aytishim kerak-ku. Nima qishloqqa gigant bo'ladi, bitta gigantskiy izumrud bo'ladi. Nima qishloqqa nima deyapsan? Bitta gigantskiy izumrud bo'ladi. Ha, bo'ldi. Uyim olib kelsang bo'ladi. Rahmat senga kattakon. Menda gigantskiy izumrud bor. Menga ham bersang bo'ladimi? Ha, menga yordam bersang men senga bundan ikkitasini beraman. Mayli, bo'lmasa senga yordam beraman hali. Ha, Kompot, o'zing qarab turgan ishlarim bor edi. Bo'pti, mer, sen xavotir olmagin, men unga hammasi yordam beraman. Xo'p, qishloqqa gigant. Endi buni bizga tashlash kerakmi? Yangi uy qurish kerak ekanmi? Mayli, hozir boshlaymiz bo'lmasa. Bundan o'zi o'tolmayman-ku. Buni qara 2, 3, 4, вообще 5 barobar qanday qilish kerak? Zo'rg'a o'taman. Nimaga olmayman? Zo'r emas, вообще o'tolmayman. Bilab o'tsam ham bundan o'tolmayman. Eshikni ham qira olmayman. Shuning uchun kattalashtirish kerak. Buni tushundim, уже kattalashtirish kerakligini. Davay bo'lmasa kattalashtiramiz qishloq gigant. Уже biz ishga boshladik. Men ham tez bizosan kreativga o'xshab. Ha, bunaqa narsalar menga juda ham oson bo'lib qolganmiz. Mayli, bo'lmasa qatdan nima gigantskiy bloklar olaman. Hozir men olib kelaman. Hozir skadamida qayerda bor edi gigantskiy bloklar. Xullas do'stlar, bugun biz sizlar bilan bu qishloq gigantga yordam berar ekanmiz. Uy qurib berar ekanmiz, qishloqda sharoit qilib berar ekanmiz. Mayli do'stlar. Davay, buni hozir bizib turing, yaxshi. Qishloq gigant ana bo'ldi. Zo'r atalab qurib bo'ldi. Mana shu uyni qurib oldim, zo'r atalab. Qurib oldim emas, qurib oldim. Mana ham senga yordam berdim-ku. Ha, menga yordam berding qishloq gigant. Qani kirib ko'rchi bo'lmasa, senga yoqyaptimi o'zi bu yoqmayaptimi? Ha, qani chiqorchi, yaxshi. Yaxshi, kattagina mazza qilib yashashga uy bo'pti. Mazza qilib yashasang bo'ladi endi kattagina uyda. Kompot, rahmat sen kattakon, lekin juda ham katta yordam berding, lekin nimadir yetishmayapti deyapti. Bo'tda karavot yetishmayapti. Hozir men senga karavot qo'yib beraman bo'lmasa.
pechka versaklarning yonida. Xo'p, birinchi bo'lib men senga karkas qilishim kerak. Karkasdan keyin kalbatda o'zini boshlayman. Qanchalik katta bo'lsa, mashincha yetarmikin menga. Hop, bu yoq qo'yaman. Ana bo'ldi. Men qattiq kalbat uxlab kelmayapti-ku. Qattiq bo'lmaydi. Qishloqqa yegan qattiq bo'lmaydi. Yumshoqqina bo'ladi. Prosta bu taxta deyiladi mana shunaqa. Men yostiq qo'yaman. Bu yoqqa yostiq, bu yoqqa endi ajal qo'yaman. Yumshoqqina mazza qilib yotishing uchun, hammasi sal uchun. Oy, zo'r o'xshyapti. Ha, zo'r o'xshyapti. Masa qilib uxlaysan endi bo'tdi. Yana bitta narsa qolib ketdi, bo'ldi. Kalvat sanga qurib bo'ldi. Hoy, rahmat senga katta rostdan biz mehribon zo'r odam ekansan-da. Ha, endi senga sandiq qo'yish kerak. Sandiq yo'q axir. Mashincha bo'ladimi senga sandiq endi zo'r-ku axir. O'ynashasanmi kapot? Ha, rostdan ham senga bu sandiqlik kichkinalik qiladi-ku, to'g'rimi? Senga demak katta sandiq kerak. Davanda katta sandiq kerak. Menga kichkina kerakmi nima qatdan bildim bunaqaligini. Sen gigantsan-ku, senga gigant sandiq kerak. Kesadi gapiryapsanmi? Mayli, hozir senga olib kelaman, qayerdandir topib kelaman. Ketdi do'stlar, hozir men endi unga gigant sandiq olib kelishim kerak. Bu gigant qishloqiga qayerdandir men bilmadim, lekin qayerdandir topishim kerak. Skladda bordir, balkim yoki yo'qmidi skladda qarab ko'rish kerak. Mayli, skladda ham qarab ko'ramiz. Skladda bo'lmasa, keyin biz magazinga borishimizga to'g'ri keladi. Qaraylik-chi. Chota bo'tda yo'q. Do'stlar, yo'q ekan skladda, hammasi qarab chiqdim. Demak, magazinga borishim kerak ekan. Qani ketdi bo'lmasam. Zo'ratalab olib kelaman. Shu hamma narsadan charchab ketdim. Yugurib yuraman yo'qdan bu yoqqa. Mana narsalar olib tashlaymiz. Axir gigant sandiq yashaydi. O'tda gigant qishloq sandiqda o'rma bo'ldi. Olib keldim senga gigant sandiqqa. Hoy, davay ko'ringchi bitta. Hatto narsalarni qo'yishga joy qolmayapti bo'tda. O'ynashyapsanmi? Mehkaga kapot. Bosolaman hozir. Hazillashdim. Bosaman. Prosta chegirmada deydi. Bu kichkintoy sandiq. Men senga hozir katta sandiq qo'yaman. Prosta chegirmada edi rostdan ham. Bu yoqqa qo'yamiz bu sandiqqa, bu yoqqa mana shunaqa sandiq bo'ladimi senga? Ha, bo'ladi. Chotki ekan. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, bo'lmasa mashinchalik to'rtta blok yetsa kerak. Ikkita to'rtta bo'ldi hozir. Bu yoqqa ham qo'yamiz. Sen narsalaringni qo'yishga hamma narsalar qolmadi. Bo'ldi, ichini bo'sh qoldirish kerak, nimadir qo'yish uchun. Mana bo'ldi. Bo'tda bitta blok sindirish kerak. Blok oldiga mana bunaqa narsa qo'yib qo'yish kerak. Hozir ko'rasan, sandiq paydo bo'ladi. Hoppa, ana sandiq paydo bo'ldi. Ko'rasam, ichida hamma gigant narsalarni solsam bo'ladi. Voy, mana bo'lmasa, menda darmani chiqdi-yu, rahmat. Mana bo'larkan shunaqa qilsan, o'ylashib o'tirasan bo'tda mana. Mayli, nima bo'pti endi senga eshik qo'yish kerak bu yoqqa. Qanaqa eshik? Nima qilasizlar baribir? Hech kim kirolmaydi-ku meni uyimga. Buni to'g'ri aytasan. Voy, cho'tamani qornim och qoldi. Nimadir bormi sizlarda qishlog'inglarda? Nimadir restoranmi, ovqat yeydigan joymi? Afsuski, restoran ovqat yeydigan joy yo'q. Biz bog'dan nartlaymiz. Bog'doy kartoshka sabzilar xos senga olib beraman. Mashincha yetsa kerak. Do'stlar, axir gigant qishlog'i yo'q. Bu endi vashshe bilmayman nimaga yetadi. Hozir yalmog'izga borib kelay, hozir qaytaman sizlarga. Yalmog'iz, rahmat senga, lekin olib kelishmading menga bu gigant sabzini. Mana senga yalmog'iz gigant sabzi qilib berdi. Sabzimi? Bitta sabzi man to'ymasam kerak. Yana kichkina o'xshyapti. Mayli. Nima kichkina o'xshyapti? Shuncha qiynalib, shuncha olib kelaman-ku axir senga shu sabzini. Yom. Voy, rahmat senga kattakon. Sizda hali qishlog'ida yalmog'iz bormi? Qishloqda emas, o'tda yalmog'iz bor. Mayli, ketdi senga qishloqni bitta ko'rsatib chiqish o'zi. Agar suv iching bo'lsa, yerda quduq bor. Yaxshi bo'lardi.
bo'lmasa qani ketdi. Mana bu yoqqa yurasan, kelasan. Men bu chap tomoningda quduq bor. Azginchigina bitta chelakda suv olsang bo'ladi. Ha, bitta chelakda deysanmi? Bo'pti o'miza. Azgincha olgin, yana yarimtasini olmagin. Oppa, ana bitta chelak oldim. Nima? Sani bitta chelaging bitta quduqmi? Nima qilganing? Kim bilardi unaqa bo'lishini endi. O'ylayapmanki, bizani qishloqda sen yasha olmaysan. Chunki shuncha ovqat yeyish, shuncha suv ichish. Kapur yaxshi ketotdimi? Damir yaxshi ketyapti-yu. Ha, kapur zo'r ekan, lekin rahmat, kapotga kattakon yordam beryapti menga. Ha, yordam berayotgan bo'lsa yaxshi, bo'lmasa xursandman. Kapot yordam berayotganidan. Kapot rahmat senga bo'lmasa. Ha, rahmat banu, lekin baribir deya qishloqlar. Ha, va'da berganimdek gigant izumrud. Ay boshim, nima qilganing bu? Uzr kapur, men bilmaganim bunaqa bo'lishini. Ay boshim, namuncha boshim og'riyapti. Bilmaganim bunaqa bo'lishini. Axir sen gigantmassan, ko'shatchi gigant izumrud beruvdim senga. Voy, mana manga boshimga uchib ketdi, do'stlar. Yomon og'riyapti lekin boshim. Kapur, yaxshimisan? O'zing yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha, o'zim kelib oldim, shu hushimdan ketib qoldim. Do'stlar, как будто boshimga mana gigant izumrud tushib ketganga o'xshaydi. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Yangi joyni kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.